Hammaga assalomu alaykum. Kuz fasli davom etyapti. Mana chiroyli daraxtlar o'zi sekin-sekin qizil, sariq ranglarga bo'yalyapti. Men o'zi mana shu yerdagi 5-etajda yashayman. Mana shu. Havo ancha sovidi. Kunlar ancha sovib qoldi. Bugun 25-sentyabr. Kuz fasli baribir chiroyli bo'ladi. Ko'p turgandan keyin. Shunday joylar. Shunday yo'lakchalar. Mana shu. Shunaqangi gaplar. Kuz fasli. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Hech ham o'zim haqimda gapirmaganman. Ismim Oybek. Shu yerda Rossiyada ishlab yuraman. Oddiy mehnat muhojiri deydi-ku, xuddi shunday. Lekin bu kanalda ko'plab migrantlarga nasihat qilish yoki qanaqadir bir nimalar haqida gapirish, bu meni o'zimda hayotim haqida o'zim uchun qilinadigan video. Shu o'zimda hayotimda bo'ladigan narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman xolos. Hozircha shu o'zim haqida qisqacha. Bu shahar unchalik katta emas. Bu Podmoskva, Moskva oblasti hisoblanadi. Mana bu esa городской рынок. Bu shu shahardagi bozori. Bu nima shahar uncha katta bo'lmagan, o'rtacha shahar. Shasa городской рынок ichki tarafini hozir ko'rishga harakat qilamiz. Shunday mevalar, go'sht mahsulotlari, xuddi обычный bozor. Hamma joyda bir xil bozor. Go'sht mahsulotlari bor, boshqa mahsulotlar bor. Baliq mahsulotlari. Oddiy bir bozor. Shunday joylar. Shahardagi kichik bir bozorcha. Hozir mana bu lavchkada turgan qizdan so'radi. Maylimi seni nima qilsam, sinimat qilsam bo'ladimi dedim. Mayli deb rozi bo'ldi. Xo'p, bizga qiziq narsalardan bitta chernika. Bu chernika, golubika bu 250 rubl bo'lar ekan. Malina 600 so'm ekan bularga, qulpinoy 500 so'm. Bu qolgan mevalar mana bu O'zbekistonda uzumi. Bu qorasi 250 rubl ekan. Xurmolar mana xurmolar O'zbekistondan kelgan adashmasam 250 rubl. Ajoyib. Mana bu uzumi bizdan O'zbekistondan kelgan 450 rubl sotilyapti. Ekonom market. Mana shunaqangi qisqacha bozorda ichidagi obzor.
Kimga qiziq bo'lsa, mana shaftolilar bor ekan. Shaftoli 500 rubldan, 500. O'ta ancha shaftoli. 650 rubl. Shunday joy. Go'sht mahsulotlari. Bu yerda. Mana shunday joylar. Bugun dam olish kuni Portugaliyalik kuz fasli o'zini nimasini o'tkazyapti, hukmini. Yomg'ir, zontik, ko'chada aylanib yuribmiz. Havo sovuq, ancha sovuqdan. Shunaqangi gaplar. Bugunga olgan videomiz yetadi. Keyin yana Xudo xohlasa gaplashamiz. Shu o'zimda hayotimni ko'rsatib boraman. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.